O'sha yili qurg'oqchilik bo'lib, odamlar ekinlardan yaxshi hosil ololmabdi. Bu esa Toshboltani xursand qilibdi. Chunki u o'tgan yillar mobaynida ancha-muncha don yig'ib qo'ygan ekanda. Endi ularni qimmatroqqa sotadi. Shunday qilib, Toshboltaning do'konidan xaridorlarning keti uzilmabdi. Odamlar ertadan kechgacha navbatda turib, kunlik topgan pullariga bir hovuchgina bug'doy sotib olar ekanlar. Qishloqdoshlari bundan norozi bo'lishibdi. "Hoy, Toshbolta, bergan pulimizga yarasha bug'doy bermayapsan-ku. Tarozing to'g'rimi o'zi?" deb so'rashibdi qariyalar. "Nima, meni muttahamga chiqarmoqchimisizlar? Yoqmasa ana, katta ko'cha, ketaveringlar", deb do'q uribdi Toshbolta. Bir kuni do'konga qishloq chetida yashaydigan bir beva ayol kelibdi. Uning bolalari hali juda yosh bo'lib, ishlab pul topib keladigan hech kimi yo'q ekan. Ayol bechora oxirgi ilinji bor yo'q taqinchoqlarni yig'ib do'kondorga olib kelibdi. "Akajon, pulim yo'q edi. Mana shularni evaziga menga bug'doy bering, iltimos. Bolalarim och", debdi. Toshbolta tarozining bir pallasiga taqinchoqlarni, ikkinchi pallasiga, ya'ni og'ir tomoniga don solibdi. Solgan bir hovuch doni tarozini bosibdi. "Axir bu juda ham kam-ku", debdi ayol. Uni ko'rib turgan ham qishloqlar: "Hoy Toshbolta, taroziga to'g'ri tort. Yetimlarning uvoli uradi-ya", deyishibdi. Shunda Toshboltaning jahli chiqib: "Yo'qol bu yerdan, yaxshilikni bilmagan ko'rnamak", deb ayolga baqiribdi. Ayol uning tarozidagi kosalar bir xil emasligini payqab qolibdi va shunday debdi: "Tosh kosang og'ir bo'lsin, ko'z yoshing yomg'ir bo'lsin". Mana shu ertakni davomini bolajonlar ertaga yana aytib beraman. Siz esa buni layk bosib tarqating. Xayr, sog' bo'ling.